bir sotig'iga 2,5 mingdan so'rayaptilar. Bonusiga bo'lsa agar mana bu yerda 100 mingga yaqin g'ishini qo'shib beraman dedilar. Undan tashqari mana bu yerdagi g'ish zavodini o'zini ham yiqitib ichidan g'ishlarini olsalar agar pishib ketgan betonday mustahkam g'ishlar greta 400 mingta chiqadi deb aytdilar. Ya'ni 500 mingta g'ish bonusiga 2,5 mingdan so'ralyapti. Yana ozgina kelishiladigan joyi bor. Hujjat bo'yicha narxini to'laysizlar. 123 sotiq har bir sotig'iga 2,5 mingdan so'ralyapti. Yana ozgina kelishilasizlar. Qaranglar, visokovoltni transformator kelgan, mana shu yerda turibdi. Gaz trubasini o'z yonidan ko'rsataman. Suv ham, markaziy suv ham kelgan. Qo'shimchasi o'zida kirpich zavodi bor. Buni sizlarga qulaylik tomoni qurilish qiladigan bo'lsangiz, kottejmi, dommi, umuman olganda любой xildagi qurilishga g'ishtini ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Oldidan kattagina ariq oqib o'tgan. Mana bu yerda mana ariqlari, bu yerda mana gazning trubasi, gaz truba katta liniyada kelgan. Turgan joyimiz lokatsiyasini pastda qoldiraman. Qaranglar, bu tomondan 3 kilometr masofada Maxosadagi domla ko'rinib turibdi. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Maxosani domlari bu tomondan yangi qurilayotgan hokimiyatgacha 6 kilometr masofani tashkil etadi. Xo'p, bu yerda Kalsavoy daroga bor-ku, ana bu aylanma yo'l. Mana shu Kalsavoy darogagacha greta 600-700 metr o'rtadan ham yo'l ochiladi, xudo xohlasa. Undan tashqari bu yerdagi Gulistondan kelaverishda Frunze kolxozidan o'tgandan keyin greta 300 metr adashmasam ichkariga kirib keldik biz. Aynan shu joydan 1 gektar 23 sotiq, ya'ni umumiy 123 sotiqlik joy sotuvga qo'yilyapti. Agar kelishib bilsalar, agar 2 bo'l qilib berishlari ham mumkin ekan. Ya'ni agar 120 sotiqni kattalik qiladi desalar, agar 60 sotiq qilib alohida ham qilib berishlari mumkin. Kelib ko'rib ustida aytib estinglar, pastdagi raqamlar bilan lokatsiyasini qoldirib o'tyapmiz. Temir yo'l bo'lsa, gaz bo'lsa, tok bo'lsa, asosiysi shahar markazida joylashgan bo'lsa, bir sotig'ini 10 ming deng, 8 ming deng, 6200 ga ham tushirasizmi deb ba'zi birlar narxlarni ko'tarib turgan joyda biza ushbu joyimizni 25 sotiqli shahar markazida joylashgan, ichida o'zini ombori, angari, qo'shimchasiga ofislariga, qorovulxonalariga ega bo'lgan 25 sotiqli joyni egalari 200 ming deb turgan joylardan 155 mingga tushirdik. Sotiq guruh ko'radigan bo'lsangiz 6200 dan to'g'ri keladi. Yana ozgina kelishiladigan joyi bor. Qaranglar, aytganimdek gazlari bor, to'klari bor, temir yo'l kelgan. Bundan ortiq nima kerak? Quruq yer narxiga suv tekin bo'lib ketyapti. Lokatsiyasi esa shahar markazida, shunagina Ftorchermet Optim bozoridan asfalt zavodiga kelaverishda yo'lning o'ng qo'l qismida joylashgan. Pastdagi raqamlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib ustida aytib eshiting. Yangi prezident maktabi ochilayotganini bilaysizmi? Shunagina prezident maktabining orqasida esa shaharcha bo'lyapti. Qo'limdagi hujjat esa bitta o'qib chiqsalaringiz bo'ladi. Bunda ushlab turingda. Mana xo'p, yer uchastka qurilish ruxsati 7 qavatdan 9 qavatgacha bo'lgan ko'p qavatli turar joy. Endi esa bitta loyihasini oching, mengacha tushuntiraman. Orqada domlarimiz bo'ladi, o'rtada bog'cha bo'ladi. Bu yoqda prezident maktabi bo'lyapti. Mana bu yoqda yo'lakcha, bu yoqda esa bog' bo'lyapti. Bog'imizga daraxtlar ekib qo'yilgan, mevali va manzarali bir qancha daraxtlar turgan joyimiz Romitan tumani, Xebekani yonida turibmiz. Bu tomoni Romitan sentr elektrosvetdan kelaveradigan asosiy yo'lning yoqasida biza Chilong'u tomonidan ham kelsa bo'ladi. Shu joyimiz umumiy ajratilgan. Mana bu loyihasi o'z mana ko'rsatganimiz, mana bu maktab, bu yoqda domlari bo'lyapti. Mana bu yoqda bog'cha, bog'chadan keyin yana domlar bo'ladi. Oldida esa savdo, maishiy xizmat ko'rsatish joylari bo'ladi. Uni oldida bog'i bo'ladi. Mana shu joyimiz kimga qiziq bo'lsa agar, to'g'ridan to'g'ri egalarini raqamini qoldiryapmiz. Bu yoqdan hozir ko'rsatganimdek tayyor hujjatlari bilan dom tayinlar sotuvga qo'yilyapti. Auksiondan olingan, hamma ruxsatlari tayyor holatda, oldidan kanalizatsiya ham o'tkazib beradilar. Dom qiladigan tanishlaringiz bo'lsa agar, vaqtida o'tni qamchilab qolsalar bo'ladi, chunki narxi juda ham hamyon bo'lib berilyapti. 7 qavatli dom uchun suv tekin narx, ishonaveringlar. Pastda raqamlarini qoldirib o'tyapman. Kelib ko'rib ustida aytib eshitinglar. Maktab, bog'cha deb ovora bo'lib yurishmaydi. Xudo xohlasa agar bu yoqda maktab, bu yoqda bog'chasi shahar ichidagi shaharcha qurilyapti. Siz ham o'z joyingizni band qilib qurilishingizni boshlashingiz mumkin. Maxosa tomonidan qo'ygan ikkita yerimiz sotilib ketdi. Sizlar uchun yana bittasini topdik. 3-yerimiz mana hujjatlar hammasi joyida, turar joy. Bemalol 2-3 qavatli imorat qilib qursalaringiz bo'ladi.
fasad qismi 19 metrga, ichkariga 39 metr kirgan ekan. Deyarli 7,5 sotiq joy. Hujjat bo'yicha 7,2 sotiq ko'chalar asfalt qilingan, gaz, svet, suvlar hammasi yetib kelgan. Yana ichkarida kattagina bo'sh yerlari bu. Bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Lokatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, sanatoriyadan 400 metr, muzeydan 200 metr, katta yo'ldan atigi 600 metr masofada joylashgan. Hozirgi kunda kichkinagina ustaxona sifatida foydalanayotgan ekanlar, lekin hujjatlari turar, hammasi joyida. Bitta mana shu yerdan перегородка olasizlar. Bu tomonda egalarining o'zlarining hovlilari ekan. Bitta mana shu yerdan перегородка olasizlar. Mana bu yerda unumdor yerlari bor. Orqa tomoni g'ishgacha ketgan. Ikkita uchastka qilsalaringiz ham bo'ladi, ikkiga bo'lagan holatda, chunki bu tomondan ham darvoza qilishga mo'ljallangan joyi bor. Gaz, svet, suv yetib kelgan. Maxsus territoriyadan yer bo'lsa olaman degan tanishlaringizga ulashib qo'yaverasizlar. Cho'ta berlarning yeri tez sotilib ketyapti hozirgi kunda. Barakasini bersin. Kattaroq biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarimiz uchun zo'r bitta taklifimiz bor. Turgan joyimiz Jondor tumani Oytug'diga qarashli prom zona bo'lib, shunagina yo'lning yoqasida gaz o'tgan, tok o'tgan, ikki tomondan ariq oqib o'tgan joyda. Bitta o'zi qaranglar, bu yerda ofislari qilingan, korobka holatda, bu yerda ishchilar uchun oshxona hamda dam oladigan joylari qilingan, korobka holatda, tepalari shifr yopilgan. Mana shu ikkita binoni o'zini qurilishiga egalar aytishlari bo'yicha 100 mingdan oshiqroq rasxod qilingan holatda turibdi. Bu degani sizlarga bu binolarni bonusiga tushyapti degani, yerini sotig'iga 1600 dan so'rashyapti. O'zlari bundan balandroq narx aytgandilar. 1600 ga tushirdik. Yana barakasi uchun ozgina kelib ustida gaplashishlaringiz mumkin bo'ladi. Ichki proyektlari juda ham zo'r qilingan, fundamentlar qilib, betonlar qilingan, hamda ichkarida katta mashinalar qo'yish uchun, ya'ni fura, kamazlar kirishi uchun tagiga 2 metr balandligida beton to'kib 4 ta boks qilingan. Ularni ham oldiga borib ko'ramiz. Bu yoqda KPP xonalari, ya'ni maxsus nazorat bilan kirib chiqadigan xonalar uchun joy qilingan, qorovulxonasi qilingan. Bu yoqda ishchilar uchun joy qilingan. Yana qo'shimchasiga oshxona hamda bu yoqda ishchilar uchun yuvinadigan, dam oladigan yotoqxonalarga mo'ljallangan joylar qoldirib o'tilgan. Elektr montajlari bo'lgan, stechka shkatulkalari qilingan holatda turibdi. Ikki tomondan kirib chiqadigan darvoza qismi qoldirilgan. Bu ovqatlanish uchun, oshxona uchun joy qilingan, elektr montajlari qilib qo'yilgan bo'lgan ekan. Xo'p, tepalari ham bunaqa ayvon qilingan holatda, bu yon tomondan ham darvoza qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu yoqdagi 2 qavatli binosi bo'lsa agar, buxgalteriya, ofis, mehmonlarni kutib oladigan joy hamda o'sha keladigan maxsus mehmonlar uchun dam oladigan xonalar tashkil etib qo'yish uchun qurilgan bo'lgan ekan. Jondorlik tadbirkor tanishlar bo'lsa agar, bemalol ulashib qo'yinglar. Mahsulot zavod qiladilarmi, molxona qiladilarmi yoki sanoat yo'nalishida biron bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadilar, bemalol olib maza qilib foydalansa bo'ladigan joy. Endi esa narigi tomondan ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bokslarimizni oldiga yetib keldik. Qaranglar, bokslarimizni har birini maydoni 16 ga 12 deyarli 200 kvadratli mana shunaqa bokslardan 4 ta qilingan, yetmaganiga balandligiga baho berilgan. 5 metr balandlikda usti plita, plitaning usti to'liq shifr yopilgan holatda, oldi tomonlarini ham mana shunaqa holatda stechkalar qilingan. Aytib o'tganimdek, betoni juda ham qalin qilib qo'yilgan, chunki og'ir yuk mashinalarini ko'tarish kerak bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa bokslar qilingan joyimiz sotuvga qo'yilyapti. O'z egallar aytishlari bo'yicha mana bokslar bilan birga qilingan rasxodi 200 mingdan ham oshib ketgan dedilar, chunki bokslar plita yopib pishgan g'ishtdan qurilgan hamda atrofidagi zaborlar ham to'liq hammasi pishgan g'ishtdan qurilgan bo'lgan. Orqa tomondan ham bemalol kirib chiqish uchun joylar ochilgan, orqadan ham kanal oqib o'tgan ekan. Mana shunaqa ko'rinishda bokslarga ham tok tortib kelinib, montaj qilib qo'yilgan. Bir sotig'i 2700 dan so'ralyapti. Yana barakasiga chiroyli qilib kelishtirib beramiz deyaptilar. Ishlab turgan g'isht zavodini yerini sotyaptilar. Agar kelishib bilsalaringiz, agar zavodi bilan ham berishlari mumkin, lekin sizlarga zavoddan ko'ra yeri katta foyda keltiradi. Nimaga deganda 33 ta kottej tushadigan proyekt loyihalari tayyor holatda, agar kelishib bilsak, tasdiqlatib beramiz deyaptilar. Bu yoqdagi zavodni esa olib ketamiz deyaptilar. Umumiy 1 gektar maydonga ega yerimiz shahar hududida. Qaranglar, hozirda yer Buxoro tumanga tegishli, lekin qurilish bo'ldik. Mana bu uchastkalarga o'xshab Buxoro shahriga o'tib ketadi, chunki bu uchastkalar Buxoro shahar bo'lib kirgan. Moshin bozorlar shunagina orqa tomoniga to'g'ri keladi. Uchastkalar massivi, atrofida to'liq uchastkalar, mana uchastkalarning orqa tomonida joylashgan 1 gektarli joyimizda 2 sotiqli kottejlar qilsalaringiz 30 tadan 35 tagacha bemalol kottej sig'adi. Qo'shimchasiga
o'rtasidan yer ham o'tkazasizlar. Tok yetib kelgan, gaz mana shu xonadonlarga yetib kelgan, suvni ham mana shu xonadonlarga yetib kelgan liniya orqali tortib olsangiz bo'ladi, gazni ham, suvni ham. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa agar, pastda lokatsiyasi hamda egasini raqamlarini qoldirib o'tyapmiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'rtadan yo'l ochish imkoniyati mavjud uchastkalar orasi bilan yoki orqa tomondan aylanib kelsangiz ham bo'ladi. Mana shu joy, yer maydoni transformatorlari bilan sotuvga qo'yilyapti. Kadastr hujjatlariga ega. Turgan joyimiz Kolozavod Pavorot, o'sha mashina bozor ketadigan yo'ldan Kolozavod Pavorot bilan greta 250 metr ichkariga kirib keldik. Ko'chalar asfalt qilingan ekan, xabarlaringiz bor. Mana bu yoqda ofis uchun mo'ljallangan binosi. Binoyimiz 3 qavat, podval, birinchi qavat hamda ikkinchi qavat, 220 kvadratdan har bitta qavati mo'ljallangan. Bu binodan oldin bu yo'g'ini ko'rsatadigan bo'lsam, umumiy maydon ushbu binosi bilan birgalikda 1,5 gektar, ya'ni 150 sotixli joy prom zona hududidan, biznesmenlar hududidan sotuvga qo'yilyapti. Bu tomonda Kolozavod ketadigan joyni o'zi, atrofda hammasi binolar biznes qilishga mo'ljallangan. Kimdir sklad qilgan, kimdir ishlab chiqarish qilgan. Umuman olganda aytganda, prom zona hududida turibmiz. Buni afzallik tomoni temir yo'l o'tgan bo'lib, gaz, svet, suvdan ham muammosi yo'q. Mana ichida turibsiz temir yo'li. Ya'ni xomashyo olib kelasizlarmi, tovar olib kelasizlarmi, hech qanaqa muammosi yo'q temir yo'li. Oxiri mana shu zaborga borib to'xtaydi. Ko'rib turibsizlar zaborini ham. Undan tashqari o'zini transformatorlar ham bor ekan. To'g'ri 4 burchak joyimiz, fasad qismi anchagina katta. Mana shu joy sotuvga qo'yilyapti. Endi esa ichki qismini bitta kirib ko'ramiz. Mana bu yerda podvallarini ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Podvalimizni o'zini balandligi 3,5 metr, to'liq monolitda qurilgan, ya'ni visokopotolochni. Endi ichki tomondan davom ettiraman. Sarbon mebelni qarama-qarshisida joylashgan ekan. Bu yerda ichkariga kirishimiz bilan kattagina hol bo'ladi. Chap qo'lda birinchi mehmonlarni kutib oladigan, konferensiya qiladigan, yig'ilish qiladigan zal uchun mo'ljallangan kattagina xonasi. Podval qismida oshxona, ishchilar uchun xona, yuvinish xonalar, razdevalnichni xonalar uchun joy qoldirib o'tilgan. Kesalaringiz ko'rasizlar, bu yoqda buxgalteriya uchun 4 ta ixchamroq xonalar qoldirib o'tgan ekanlar. Bu ham ishchilar uchun mini ofislar qilib etsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatida bo'lsa agar, o'sha direktor uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatda chiqishimiz bilan ko'rsalaringiz bo'ladi. Agar mehmonlaringiz keladigan bo'lsa, yotib qoladigan bo'lsa, mehmonlar uchun bitta yotoqxona ichida sanuzulari bilan birga. Bu yoqda esa yana bitta kattagina zal, mehmonxona. Xo'p, bu yoqda kirishimiz bilan kotiba o'tiradigan joy bo'ladi, ya'ni sekretariya o'tiradigan joy. Ichkarida esa direktorning xonasi, direktor xonasini ichida yotoqxonasi, yotoqxonaning ichida sanuzul va razdevalka uchun ham joy qoldirib o'tilgan ekan. Mana shunaqa joylarni sotib oladigan biznesmen tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar. Qulay imkoniyat, shahar ichidan kattaroq maydon izlab yurgan bo'lsalarga yaxshigina joy sotuvga qo'yilyapti. To'liq chetlari zabor o'ralgan holatda. Shunagina yo'lning yoqasidan 30 sotixlik joy topib qo'ydim men sizlarga. Fasad qismi 150 metrga, ichkariga 20 metr kirgan. Mana shu binoni mana boshlanishidan oxiri mana shu zabor tugagan joygacha ketadi. 150 metrlik fasad. Xo'p, 15 ta 2 sotixlik kottejga mo'ljallab proyektlar chiqarilgan. Tok o'tgan, mana shu yerdan pastdan turba o'tgan gazniki, gaz, svet, suv hammasi bor. Yo'lning yoqasida turibmiz, ro'parasida bog'cha ham bor, oldida do'konlar ham mavjud. Turgan joyimiz Shayxon madaniyatdan bu tomoni asalarichilik Chilong'iga ketadigan yo'lning yoqasida joylashgan. Mashina juda ham serqatnov, ko'rib turibsizlar. Madaniyatdan kelaverish. Bu tomon dachalarga o'tib ketadigan yo'l. Bu yoqda gaz borligi uchun ko'pchilik bu yoqni yaxshi ko'radi. Aytganimda 15 ta 2 sotixlik kottejga planlari ham tayyor. Fasad qismi o'ngga, ichkariga 22 sotixli kottejlar qurish imkoniyatlaringiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bilmaydiganlar uchun lokatsiyasini qoldiraman. Kolxoz bozordan 5 daqiqalik masofada joylashgan. Agar yo'lning yoqasidan kerakmas desangiz, agar sal ichkariroqdan sotig'ini 2000 dan 25 sotixlik aynan shu joydan gaplashib qo'ydim. Mana bu joydan boshlanadi, aynan mana shu joydan boshlanadi. Ichkariga qarab ketgan umumiy 25 sotixlik alohida joylari ham bor. Bu yoqda ham gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Shunagina yo'ldan 50-60 metr ichkariga kirganda boshlanadi. Yo'lning yoqasidagi esa kottej uchun ideal variant. Kimga qiziq bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri egalari raqamlarini qoldiryapmiz.